Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 43-kunidamiz. Bugun sizlarga masohboshimiz Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh hazratlari davrida bo'lib o'tgan bir voqeani aytmoqchimiz. Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning oldilariga bir xizmatchisi keladi hamda aytadiki, sizning karvoningizga qochoqlar hujum qilib, mollaringizni talon-toroj qilib deydi. O'sha sukut saqlaydi, alhamdulillah deydi. So'ngra xizmatchi qaytib ketadi hamda birozdan so'ng kelib, bu talon-toroj qilingan karvon sizniki emas ekan, boshqa karvon ekan, sizni karvoningiz sog'-salomat qaytib kelyapti ekan desa, yana alhamdulillah. Shunda xizmatchi hayron bo'lib, qiziqsinib so'raydi, ya'ni nimaga birinchi yomon xabar olib kelganimda, keyin yaxshi xabar olib kelganimda ham alhamdulillah dedingiz deganda aytadiki, Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh, birinchi yomon xabar olib kelganingda deydi, qalbimga qaradim deydi. Ya'ni qalbimga nazar tashladim. U kuyunib, bir iztirob chekish kerak edi agar dunyoga bog'langanda. Unda bir o'zgarish sezmadim, alhamdulillah dedim deydi. Keyingi safar yaxshi xabar olib kelganingda u quvonib ketish kerak edi qalbimga qaraganda. Unda yana o'zgarish sezmadim, shuning uchun alhamdulillah dedim deydi. Ya'ni qalbim dunyoga bog'lanmagandi deb aytgan ekanlar. Sizlarga shuni yetkazmoqchi edim. Assalomu alaykum va rahmatullohi.